Jahon chempionatiga ham 100 kundan kamroq vaqt qolmoqda va O'zbekiston terma jamoasi ushbu turnirda o'z tarixida birinchi marta qatnashish arafasida. Shuning uchun ham bu turnir milliy terma jamoa va muxlislar uchun o'zgacha bo'ladi. Bundan oldin ham O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga yo'llanma olishiga bir qadam qolgan 2014 va 2018-yillarda. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra mundialga chiqa olmaganmiz. Lekin Jahon chempionatida o'ynashga loyiq bo'lgan futbolchilar juda ko'p edi va bugungi videoda O'zbekiston terma jamoasi tarixidagi barcha davrlarning eng kuchli tarkibini ko'rib chiqamiz. Do'stlar, boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu kanal rivoji uchun juda katta yordam beradi. Rahmat. Ignatiy Nesterov. Darvozada afsonaviy Ignatiy Nesterov 17 yil davomida milliy terma jamoaga stabil chaqirilib kelingan. 2002-yildan 2009-yilgacha va ishonchli o'yinlari bilan birinchi raqamli darvozabon edi. Ignatiy Nesterov milliy terma jamoa bilan 5 ta Osiyo kubogida qatnashgan va hatto 2011-yilda Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida yarim finalgacha yetib borib, turnirda 4-o'rinni egallagan. Lekin menimcha Ignatiy Nesterov karyerasidagi eng sermahsul va samarali yil bu 2016-yil bo'lgan. O'shanda darvozabon Lokomotiv bilan O'zbekiston Super Ligasida chempion bo'lib, Osiyo Chempionlar Ligasida chorak finalgacha yetib boradi. Shaxsan men uchun Ignatiy Nesterov O'zbekiston tarixidagi eng zo'r darvozabon. Vitaliy Denisov. Chap qanotda Vitaliy Denisov O'zbekiston tarixidagi eng kuchli himoyachilardan biri. Vitaliy karyerasini CSKA akademiyasida boshlab, asosan Rossiya Premyer Ligasida to'p surgan. 2013-yilda esa Moskvaning Lokomotiv jamoasiga o'tib, 2 karra Rossiya Kubogi hamda 2018-yilda Rossiya Premyer Ligasi chempioniga aylanadi. Denisov 2007-yilda milliy terma jamoada debyut qilib, 72 ta o'yinda maydonga tushgan. Vitaliy Denisov himoyani juda yaxshi ushlab, kerakli paytda hujumga ham qo'shilar edi. 90 daqiqa charchamasdan yugurib o'ynay olgani uchun milliy terma jamoaning asosiy tarkibi futbolchisi bo'lgan. Vitaliy Denisov 2020-yilda o'zining milliy terma jamoadagi karyerasini yakunlaydi va shu yilning 1-yanvar sanasida professional futbolchilik karyerasini ham yakunlagan. Anzur Ismoilov. Markaziy himoyani Anzur Ismoilov bilan boshlaymiz. 2007-yilda debyut, 100 dan ortiq milliy terma jamoadagi o'yinlar hamda 5 ta gol. Anzur Ismoilovning kuchli taraflari asosan baquvvat fizika hamda havodagi duellar bo'lgan. Himoyachi asosan O'zbekiston Super Ligasida to'p surgan. Paxtakor, Bunyodkor hamda Lokomotiv jamoalarida 4 karra O'zbekiston Kubogi, O'zbekiston chempionati g'olibi hamda bir marta O'zbekiston Super Kubogini qo'lga kiritgan. Bir qiziqarli faktni aytib o'taman. Karyerasining boshida Anzur 3 oyga futboldan chetlashtiriladi. Lekin shunga qaramasdan Anzur Ismoilov milliy terma jamoaga qaytib, kiyim almashtirish xonasining asosiy avtoritetlaridan biriga aylanadi. Ya'ni terma jamoaning haqiqiy lideri bo'lgan. 2009-yilda esa Osiyo Kubogi doirasidagi Avstraliya bilan o'yindan so'ng futbolchi milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydi. Abduqodir Husanov. Keyingi futbolchi Abduqodir Husanov hali milliy terma jamoada debyut qilganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, Husanov allaqachon O'zbekiston tarixidagi eng zo'r futbolchilardan biriga aylanib ulgurdi. Atiga 21 yoshda Manchester City tarkibiga qo'shilib, butun Osiyodagi eng qimmat transfer rekordini yangilagan, ya'ni 40 million yevro. Qolaversa, Husanov hozirda Osiyoning eng qimmat futbolchisi bo'lib turibdi. Manchester City'dagi stabil o'yinlarini hisobga olsak, yaqin kelajakda uning transfer narxi 100 million yevrodan ham oshsa kerak. Hozirgi transfer bozorining o'zgarishiga qaraganda, Husanov milliy terma jamoada 20 yoshlar o'rtasidagi Osiyo Kubogida chempion bo'ladi. Parijdagi Olimpiadada o'ynaydi va eng asosiysi o'tgan yili milliy terma jamoa bilan Jahon chempionatiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdi. Islom To'xtaxo'jayev. So'nggi himoyachi terma jamoa tarkibida 70 dan ortiq o'yinlarda maydonga tushgan Islom To'xtaxo'jayev markaziy himoyachi sifatida o'ynaganiga qaramay, milliy terma jamoada asosan o'ng qanot himoyada o'ynagan. Aynan uning universalligi evaziga ham ushbu tarkibdan joy olmoqda. To'xtaxo'jayev asosan Lokomotiv tarkibida o'ynab, 3 karra O'zbekiston chempioni hamda 2 marta O'zbekiston Kubogini qo'lga kiritgan. Butun karyerasi davomida u 34 ta gol urib, 10 ta assist amalga oshirgan. Himoyachi uchun bu ajoyib statistika. To'xtaxo'jayev 2014, 2018 va 2022-yilgi Jahon chempionatlariga saralash o'yinlarida stabil qatnashib keladi. Terma jamoa murabbiylari almashganda ham u doim asosiy tarkibda maydonga tushar edi. Personal pressing hamda klassik himoyaviy o'yin uning kuchli taraflaridan biri edi. Islom To'xtaxo'jayev Samvel Babayan qo'l ostida terma jamoaning sardori sifatida ham maydonga tushgan. Odil Ahmedov va boshqa liderlar o'ynamagan o'yinlarda. Server Jeparov.
Yarim himoyani Server Jeparov bilan boshlaymiz. Shubhasiz O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi yarim himoyachilardan hamda sardorlardan biri. 2008 va 2011-yillarda Osiyodagi eng zo'r futbolchi bo'lgan. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi. 2002-yildan 2017-yilgacha 15 yil davomida stabil asosiy tarkib futbolchisi bo'lib kelgan. Server Jeparovni Osiyo Iniestasi deb ham atashardi. Aniq paslari hamda intellekti uchun. Qolaversa terma jamoadagi deyarli barcha standartlarni Server Jeparov amalga oshirgan. 2011-yilda Server Jeparov pik formaga chiqadi va Qatardagi Osiyo Kubogida O'zbekiston terma jamoasining barcha hujumlari aynan Jeparov orqali amalga oshirilgan. Afsuski, bunday fenomenal o'yin bilan ham Server Jeparov Jahon chempionatida o'ynay olmagan. 2017-yildagi saralashdan keyin terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydi. Odil Ahmedov. Shaxsan men uchun O'zbekiston tarixidagi eng zo'r futbolchi bu Odil Ahmedov. Haqiqiy kapitan va terma jamoa uchun Ahmedovdan ko'ra ko'proq jon kuydirib o'ynaydigan futbolchini ko'rmaganman. Shunchaki bu videoni ko'rib o'zingiz baho bering. Hayotida bir marta karyerasini o'zgaradigan moment bo'ldi. Bir marta karyerasini o'zgaradigan moment bo'ldi. Futbolistlar ham. Bugun o'sha kun. Bugun har bitta futbolist karyerasini o'zgartirishi mumkin. Har bitta futbolist, ishoninglar menga. Men bu narsani boshimdan o'tkazganman 11 yil oldin. Chiqaylik bolalar, Arabiston bilan o'ynayapmiz. Qanaqa komandalar bilan o'ynaganmiz? Nima uchun biz qo'rqishimiz kerak? Ikkita komandani qo'yib qo'y, men O'zbekistonga qarshi o'ynagan qo'rqaman. O'zingizlarga qaranglar. Qanaqa bolalar o'ynayapmiz? Qanaqa bolalar o'ynayapti? Qara zborniyda qanaqa bolalar? Men qo'rqib ketaman. Familiyalarni ko'rsam, Shomurodov, Masharipov, Hamdamov, Shukurov, Hamrabekov, qarang, men qo'rqib ketaman. Nahot shu bola hozir chiqib turib arablardan qo'rqsak. Bola o'ylab ko'ringlar, biz kuchlimiz. Bulardan kuchlimiz. Faqat kallani tayyorlash kerak. Agar kalla tayyor bo'lsa, biz chiqib bugun yutamiz. Hech narsadan qo'rqmaydi. To'g'ri, juda ham muhim o'yin. Juda ham muhim. Hamma ko'radi. O'zbekistonda qancha odam ko'radi. Hamma narsani menga ag'daringlar. Men bo'ynimga olaman. Hamma narsa menga keladi baribir. O'sha yomon gaplari ham, tanqid ham hammasi menga keladi. Sizlarga emas. Yechib tashlanglar o'zingizlardan. Futbol o'ynaylik bolalar. Juda ham muhim o'yin. Lekin o'zimiz futbol qilaylik. Agar o'zimiz futbol qilsak, обязательно yutamiz. Ishoninglar, обязательно yutamiz. Yana bitta gap. Inson uchun eng xursand bo'ladigan inson kim? Bilasizlarmi? Inson uchun eng xursand bo'ladigan inson bu ota. Ota, shuni bilib qo'yinglar. Bu ota. Men har doim poylaga chiqsam, ertaga otam mendan faxrlanib yursin deb maydonga chiqardim. G'ururlanib yursin deb chiqardim. Lekin bugun menda bunaqa imkoniyat yo'q. Lekin sizlarda bor, sanda bor, unda bor, bunda bor. Bolalar chiqinglar, ertaga otanglar kecha men maydonda yondirib tashlagan meni bolamidi desin. Kecha maydonda arablarni chopib tashlagan meni o'g'limni deb ertaga faxrlanib yursin. Shuna qila olamizmi yo'qmi? Hammasi. Ahmedov terma jamoaning yuragi hamda motori bo'lgan 6 karra O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi, Krasnodar hamda Anjey Maxachkala jamoasining kalit yarim himoyachilaridan biri bo'lgan. Ahmedov hatto Arsenalga o'tishiga ham oz qoladi. Lekin jamoaning yangi egasi Suleyman Kerimov Anjeyga katta investitsiya kiritib, Yevropaning super klubini qurishga harakat qiladi va moliyaviy tarafdan muammolar bo'lmagani sabab Anjey o'z kalit futbolchilarini sotmaydi. 2011-yilda Arsene Wenger shaxsan o'zi ushbu transferni talab qiladi, lekin afsuski ushbu kelishuv amalga oshmagan. Mirjalol Qosimov. So'nggi yarim himoyachi Mirjalol Qosimov O'zbekiston tarixidagi eng buyuk futbolchilardan hamda afsonaviy sardorlardan biri. Qosimov yarim himoyachi bo'lishiga qaramay terma jamoa tarixidagi eng yaxshi to'puralardan biri bo'lgan. 1992-yildan 2005-yilgacha 13 yil davomida stabil asosiy tarkib futbolchisi va yetakchisi bo'lib kelgan. Mirjalol Qosimovning maydonni ko'ra olish qobiliyati va sehrli chap oyog'i uchun chinakam 1-raqam egasi deb atashardi. Qolaversa, u jarima zarbalarining mutlaq ustasi bo'lgan. Uning jarimadan bergan zarbalari raqiblar uchun deyarli penaltiga tenglashtirilgandi. 1994-yilda Qosimov chinakam pik formaga chiqadi va Hirosimadagi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasining markazdagi barcha harakatlarini aynan Qosimov boshqarib,
terma jamoaning tarixiy oltin medallarini qo'lga kiritishda eng asosiy rolni o'ynagan. Afsuski, bunday buyuk iqtidor egasi ham jahon chempionatida o'ynay olmagan va 2005-yilda milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlaydi. Maksim Shatskix. Hujumni Maksim Shatskix bilan boshlaymiz. Uzoq yillar davomida o'zbek futbolining Yevropadagi chinakam yuzi va yaqingacha ham terma jamoamizning mutlaq to'purari bo'lib kelgan haqiqiy afsona. 1999-yildan tortib to 2014-yilgacha naqd 15 yil davomida u hujum chizig'ida raqib himoyachilarning haqiqiy dahshatiga aylangan. Yevropa maydonlarida, xususan Kiyevning Dinamosi safida Chempionlar Ligasi Grand klublari darvozasini ishg'ol qilgani uchun ham u O'zbekistonning xalqaro maydondagi eng katta faxri edi. Shatskixni maydondagi sovuqqonligi ikkala oyoqda ham birdek kuchli zarba bera olishi va jarima maydonchasidagi realizatsiyasi uchun qadrlashgan. Terma jamoaning ko'plab muhim g'alabalari, ayniqsa jahon chempionati saralashlari va Osiyo kuboklaridagi yorqin o'yinlar aynan uning aniq zarbalari evaziga bo'lgan. Afsuski, Real va Arsenal kabi jamoalar darvozasiga yo'l topa olgan bunday darajadagi yulduz hujumchiga ham jahon chempionatida o'ynash nasib qilmadi. 2013-yilda Iordaniyaga qarshi o'sha alamli play-off o'yinidan so'ng u milliy terma jamoadagi sermahsul faoliyatiga nuqta qo'ygan. Jaloliddin Masharipov. Keyingi futbolchi Sher, aniqrog'i Jaloliddin Masharipov. Hozirgi avlodning eng kreativ, nostandart va texnikasi eng yuqori bo'lgan futbolchilardan biri. Maydondagi chinakam sehrgar. 2016-yildan beri milliy terma jamoa libosini himoya qilib kelayotgan Jaloliddin Masharipov tezda qanot hujumlarining ajralmas qismiga va jamoaning asosiy yetakchilaridan biriga aylandi. Masharipovning driblingi, raqib himoyachilarini bir harakatda dog'da qoldiruvchi fintlari va kutilmagan aniq uzatmalari uchun muxlislar orasida alohida hurmatga ega. Uning arab klublaridagi, xususan Al-Nasr jamoasidagi yorqin faoliyati sabab butun Osiyo miqyosidagi eng xavfli vingerlardan biriga aylangan. 2019 va 2013-yilgi Osiyo kuboklarida ham, jahon chempionati saralash o'yinlarida ham O'zbekistonning deyarli barcha xavfli hujumlari aynan uning qanotidan rivojlangandi. Eldor Shomurodov. So'nggi futbolchi Eldor Shomurodov O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi to'purlar hamda vaqtida Italiyaning Genoa hamda Roma jamoalarining yetakchisi bo'lgan. Maksim Shatskixning gollar rekordini ham aynan Eldor Shomurodov yangilagan. Maydondagi tinimsiz mehnati, havodagi kurashlar hamda ajoyib realizatsiya sabab terma jamoaning hozirgi sardori hamda liderlaridan biri. Shomurodov Osiyo chempionatida ham juda yaxshi o'ynab kelgan. Ayniqsa 2023-yilgi Qatarda bo'lgan chempionatda O'zbekistonni kamida finalga olib chiqishi kerak edi. Lekin Kalyari jamoasidagi jarohat sabab terma jamoaga yordam bera olmaydi. Natijada O'zbekiston terma jamoasi turnir chempionlari Qatarga mag'lub bo'lib, chorak finalda o'z yurishini yakunlaydi. Jahon chempionatiga yo'llanmani ham O'zbekiston terma jamoasi aynan Eldor Shomurodovning sardorligi ostida qo'lga kiritdi. Endi eng asosiysi mundialga jarohatlarsiz optimal formada borish kerak. Zaxiradagi ushbu futbolchilar ham asosiy tarkib o'yinchilaridan qolishmaydi. Har bir futbolchi zaxiradan tushib o'yinni kuchaytira oladi. Abbos Fayzullayev muxlislari hayron bo'lishmasin. Albatta Fayzullayev hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy futbolchilaridan biri. Lekin Masharipov va Shatskix darajasiga hali bor. 5-6 yildan keyin uni ham O'zbekiston terma jamoasi tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri sifatida eslaymiz. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Tarkibda qanday o'zgarishlarni amalga oshirgan bo'lardingiz va izohlarda ushbu terma jamoa jahon chempionati play-off bosqichiga chiqa olarmidi? Shuni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.